Assalomu alaykum, Bora bilan turamiz. Navbatdagi videoga Urganch shahrida 4 qavatli binomizning ikkinchi qavatida 44 metr kvadrat 2 xona kvartirani sotib olishgan. Narxi 330 million so'm. Durgan yerimiz Kitkar, bu tomonasina Shumbola balongohi, ko'rishingiz Olimpiya stadioni chorrahasi Shodlik marketining obunachilar eng trend do'kon. Xullas ajoyib zo'r yerda joylashgan, narxi hisob ekan. Asal ichallar bilan tushuntirib o'tsak, Gullan ko'cha 51-o'rinda joylashgan ekan. Yine mijozlar domumuzda elde görünüşlerine ahamiyat versek 3 podezde ibaret panelli dom. Yani 4 qavatli ibaret ekan. Böyle acayip ikindisinde hem meveş var. Böyle kadim kören 40 yıllık gücümle. Xullas işte oynamız ekan, kansanlarımız var. Girgenli çep tamamda joylashgan 51-chi dom ekan. Xullas acayip joy. Yo'lda obunachilar 50 metr 25 metr sanagillar. Bu tomonasida paretniki, bog'chasi, klinikalar bor. Xullas zo'r yerda joylashgan. Visitkalaylar. Mesela çağlardan tushuntirib o'tsak. Yine bunu açalımız. Joyimizni to'liq tushuntirib o'tsak, Bismillahirrahmanirrahim deb, yani eshiklarimiz demir ishlar qo'yilgan ekan. Xullas ikkinchi qavatda joylashgan 44 metr kvadrat, faqat naq bilan bo'lasalar. Ko'rib turganingiz birinchi xonamiz, keyingi undan keyin spalni. Eshiklarimiz o'zimizning milliy yog'och mahsulotidan qo'yilgan ekan. Her doimgidek televizorimiz şöyle qo'yilgan LG katta hajmli smart televizorlarimiz. Alğan adam əziyyət yaşaydı. Hazırki bir yerdə paşti 50%, 70% kvartira qoydu. Haqiqi egeləri halıca ötüb getdi. İndi kvartiranın mərkəzdə çəkən boladı. Wi-Fi'miz axırki model. Konserimiz Artel. Üzrəniz milli mahsulat. Verandamızdan bir yana polaz ütilgən. Faydalanızdan boladı bunasına. Xullas, caynam narxına aytib ötəm 330 milyon so'm 44 metr kvadrat ikkinchi qavat. Faqat naq pul kilemchi, birlamchi demek yok. Verimiz yine ikinci xonamiz spalni joylashgan ekan. Birdan bir televizor qo'yilgan. Oynamamizda ajoyib bir yerda üzerimiz milliy yog'ochdan qo'yilib o'tirgan gullar shkafimiz bor ekan. Obunachilar. Endi oshxona, yumush xonamizdan kuzatib o'tsak. İlacı varsa obunachilarimiz deymizmi? Xullas o'zlarimiz ham musulmonmiz. Zalog bergandan keyin oran tarafına qiziq yo'q. Bir so'm qimmatlarimiz var. Akşam bir halıca çıkarır, şu an üstüne koyamam, bereme. Onun bu bir musulmon oldi mi? Bu muydu? Haramlık alan tarafı olacaklar. Bu aşxonamiz Medakir maşin 8 yıllık LG Mikronovka Moyke gaz pliten viteshkamiz var. Benim oynaları şu yağışlar bir de halatimiz joylashgan. Yunusxona, hojatxona bir yerda joylashgan. Untazın o'zgargan issiq sovuq suv hukumatdan keladi, aytib o'tamiz. Shunda joy nishat qizat deymiz uchun bo'lsangiz o'zini kotyollar bor. Kotyollarni kuzatib o'tsak, yerimizda verandada ko'chgan ekan kotyollar. Shöyle joylashgan bo'lasizlar. Ekonomik garajlari bilan mo'rlari chiqqan tashqariga. Şunun narxı 330 milyon so'm, ko'cha alokasiyasidan yuzadik, Shumbola balongohlar. Aloqa uchun nominasi demak 88 510 30 Daynorbekka aloqa chiqarsa. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.